Assalomu alaykum. Bu T4 oladi bitta. T8 ni yoqamiz. Rangli bo'lishi uchun bitta, ikkita, uchta. To'liq hamma rangi yonadi. Kichkinani yoqdi. Bokslarni yoqdi. Bu o'zi avtomatda yonadi ertalab soat 8da. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar akvarium uzr Ismoil akvariumlari kanalida sizlar. Xudo xolasa baliqlarni ertalabki ovqatlantirish jarayonini videosini boshladim. Baliqlarni ko'zdan kechiramiz. Birin-ketin benchi, ikki xil samets, oranжевый и sariq. Ko'k aki. Hop. Kadangili привозной 5 colorli garmondan chiqarilyapti. O'zimizga xudo xolasa ishlatishga. Kadangili sametsli. Bu yerda o'zimizning avlma karali har doimgidek och yalang'och. Bu yerda xudo xolasa Zolotoy leopard, Snejinka, Imravami go'zallik. Hozir rangini oladi. Retrubin. Hozir rangi ozgina svet yoqilgani hali kelmadi o'zi. Ko'p baliqlarning rangi svet yoqilgani ozgina qochadi. Bu yerda Alunakara Yellow Sunshine, quyosh hamda delfin, ko'k delfin. Keyin men Mylendi. Mylendi просто shunchaki alohida olib qo'yganman. Bu yerda привозной kichkina evrikalar. Mana buni kichkinalari. Bu ham o'zi привозной, buni ishlataman. Bularni o'zim katta qilib sochish uchun olib qo'yganman. Привозной baliqlar, evrika xuddi shundan. Garmonsi katta bo'ldi. Lekin kelganda bundan ham kichkina edi, lekin rangi shunaqa edi. Garmondan ketgandan keyin oddiy yoqatga mana shunaqa bo'lib qoladi. Bu yerda o'zimizning mahsulotlar, har xil mana Atafarinx peshanasi oqi, peshanasi sarig'i, iceberg, chilumba deshadi, ani konko, niyazi deshadi kimlardir ham. O'zimizning mahsulotlarda shu 5 colorlar. Shu. Bu yerda xudo xolasa hammasi hozir qo'rqib turibdi. Trofeus Red Rainbow mana bu mana Lambarda samkasi Yellow King Puma Red hamda mana bu Kobe bosh sariq. Mana ikkita dominant bor. Hozir bular ozgina cho'chib turibdi. Bu yerda Atafarinx bilan keyin ma'murimizni bitta ko'zi ko'r anaqa bu Blue Electra. Qora akimiz bor, mana qora aki samets. Bu yerda ham o'zimizning mahsulot mix, Kobe, Snejinka, Kadanga, Yellow, qora aki, ko'k aki, Retrubin, bench, 5 color, xullas Galoboy zebra aralash bollari. Bu yerda red. Mana chiroyli samets bor, kimga kerak bo'lsa red. Mana oqlari. O'zi ko'pincha oq bo'ladi. Bizda mana oranjevisi ham bor. Yaxshi qizil samka topilsa, bollari yana ham yaxshi chiqadi. Faqat sametslari qo'ya. Galoboy zebra, qora akilar hammasi samets. Shunaqa. Bu sotuvli baliqlar. Bular sotuvga tayyorlanayotgan baliqlar, pastki baliqlar sotilmaydi. Hamda o'rtada ikkita akvarium sotilmaydi. Mana bu evrikalardan tashqari bular hamda bular sotiladigan baliqlar. Bu yerda karantinli baliqlar.
Karantinda deganim shunaqa ko'plarda bo'lsa kerak kasal qorni kirib ketadi uni. Olib bera olmayapti mana. Qorni kirib ketadi, dumlari chiriydi-yu. O'sha hammasini terib bitta joyiga qo'ydim. Menda suv yaxshi, xudo xolisa o'z suv yomon bo'lsa shunaqa bo'ladi. 99% ga aniq ayta olamanki, chuvalchang bilan kelgan shu kasallik. O'shaning uchun motil bilan boqish yoqtirmayman, lekin motil bilan boqmasa balon o'sishi ham juda sekin bo'lib ketadi. Bu bizani durdonalarimiz. Palvo smuzi, mana moba bolachasi, liluluk apelsin. Bu yoqda o'sha o'zimizning Mavlanamiz oilasi bilan. Bu yoqda 5 color, multicolor samkalari bilan, bular bollari har xil mix. Kaluz Black Zerlar. Kaluz Black Zerlar. Black Tembe bitta. Qop-qora bo'ladi Black Tembe ham. Svit. Men cho'chiyapti to'g'ri, svit bilan guvohlik oxirga. Hop, bu yerda mana juda ham katta oila desa ham bo'ladi buni, kadangani. Mana go'zal. Juda ham chiroyli sametsim mana. Qoyani 4 ta yana samets bor. Bu mana dominant. Qoya hammasi samka. Bilmadim, bir 50 tacha balov bo'lsa kerak, bir 50 tadan 4 ta samets, qoyani samka. Frantozalarimiz kadangalar bo'lib yashashga bermayapti, ishlashga ham bermayapti. Xullas, bularni alohida boqsa, dumlari ham chotki o'sadigan frantozalar. Xudo xolasa. Faqat alohida boqishga sharoit yo'q bularni. Artemiyamiz qaynab turibdi. Hozir kunlar sovuq qoldi, aytgancha artemiya suv illu bo'lgan sari qancha issiqroq bo'lsa suvi, xona haroratida, endi bunga pechga qo'yilmaydi-yu. Qancha suv illiq bo'lsa, shuncha tez tuxumni ochib chiqadi. Menda hozir endi salqinroq bo'lib qoldi. Men bu yerda pechka bo'lgani bilan pechkani ham bari pasaytirib qo'yganman. Harorati 24-25 bo'lgani uchun deyarli 2 sutka aylantirib olman. 2 sutkada olyapman. 2 sutkada suzib olaman. Kakrasi o'sha suzgan porsiyam 2 kun ovqatlantirsam, yana bitta porsiyasi tayyor bo'lib turadi. Xullas, suzib olishim bilan yana zapravka qilib qo'yaman buni. Tushuntira olgan bo'lsam, 2 sutkada bir suzib olman. O'sha Xudoga shukr 95% ochib chiqyapti. Bir 99% balkim. Deyarli musor qolmayapti tagida. Shlankani tagigacha shuni tiqib qo'yaman. O'sha prishepkada qistirib qo'yaman shlankani. Bu yoqda keyin o'sha suzib olveraman. O'zim kerakli porsiyalarni deyarli 100% yaqin ochib chiqyapti. Xudo xolasa. Mana bu yoqda baliqlarimiz yana. Bu yerda ham nima bo'pti mana? Mana Mavlana 5 color bulu elektra bilan chatishib qo'ygani. Orxideya и Red Draco. Orxideya degani ko'zi qorasi bo'ladi, qizil baloni. Red Draconi ko'zi ana qizil albinos bor-ku, shunaqa. Bu yoqda Evrika bilan Orxideya. Bu yoqda Evrika albinos bilan Retrubin. Bu yoqda ko'rib turibsizlar, mix bu yoqda Demason, Bensha, Cook Aki, Kobe, Kim Puma Red, Yellow. Ularni endi sekin bir chekkadan ovqatlantiramiz. Artemiyani ochib chiqqan artemiyani olib esdan chiqqan ekan. Buni bundoq qarasa, tipirchilab turgan bo'ladi. Bir videoda ko'rsatdim, mana unga vaqt ketkazmaylik. Xullas, kecha suzib olingan. Yaxshilab boqamiz. Bu yerda aytgancha antistruslarimiz bolalarga. Mana bolalar o'rnatdi. Mana bolalari. Telefon fokus qila olmayapti. Mana o'sha yerda bolalari. Xohlasa
Bir kunda bir mahal ovqat berolman, boshqa payt vaqtim ham bo'lmayapti. Uyimda ustala bo'lgani uchun o'zi video qilishga ham vaqtim bo'lmayapti edi. Bularga ham beramiz. Maloklarni katta qilishga свежий artemi nomer 1 ovqat hisoblanadi. Любой baloni bolasini katta qilishga. Bu mana свежий mana. Pirchilab turibdi. Свежий artemi o'zingizlar mana shunaqa bankada xullas tuxumdan ochtirsanglar, mana bunaqa yaxlagandan ko'ra yaxlagani ham yaxshi, lekin свежийsi undan ham yaxshi. Baluli juda ham tez o'sadi. Suviga kirib bo'lmaydi. Baluli o'lurmaydi o'zidan o'zi. Bilsanglar mana bunaqa chipslarni ham maydalab bersa bo'ladi, lekin buni me'yori ko'payib ketadi. Biz me'yorini bilmaymiz. Maloklar me'yorini bilmaydi, yeb bo'kib qoladi, chunki chipslar ishadi. Suxoy ko'rinmagandan keyin ishadi ular. Baluli me'yorini bilmay o'lib qolaveradi. Suvingiz ham tez kirib bo'lib ketaveradi bular. Bularga endi ko'proq bo'lgani uchun balonlarning soni ko'proq beramiz. O'zi iloji boricha bunaqa kichkina balonlarni kuniga 3 mahalmi, 5 mahalmi boqsanglar, ozgina-ozginadan juda ham zo'r bo'ladi. Rezultati ham zo'r bo'ladi. Mana suzib yuribdi artemiyalar. Mana shunaqa terib yuvishadi. Ko'ryaptimi, yo'qmi? Mana shunaqa qilib birin-ketin aylanamiz. Bu yerda ham mayloklar bor, 5 colorlarniki bu yerda ham bor. Hatto mag'lanalarniki, xullas hammasini ovqatlantirib chiqish kerak. Bularniki sal qiyinroq ovqatlantirish, o'zi ikkita qo'lni ochib qilardim hozir. Mayli, buni keyin qilamiz. Mana bu yerda ham bor. Bu yerda snejinka bilan retrubinni bollari. Mana bularga ham berib qo'yaylik. Ishini ko'ryapsizlarmi? Mana shu mazza qilaveradi bunga balonlar. Xullas shunaqa. Bu yerda nima olib tushganman? Ovqatlardan bu yerda farsh bor. Mana bu farsh. Karafil qo'shilgan. O'sha rangini kuchaytiradigan. Tashlab yuboramiz. Mazza qilib kaluslarimiz. Kaluslarga o'zi bugun ovqatimizda hamma balonlarga bugun katta yirik balonlarga bugun matil beriladi, 2 pochka hammasiga. Faqat mama akvarimdan tashqari, chunki lili lupilar matilga rangini o'zgartiradi, qorayish boshlaydi. O'shanga ularga artemiya olib tushganman. Mana bu yerda artemiya bor. Mana bu erpam tushayotgan ekan. Yomon ko'raman, ham yoq oqib ketsa shu. O'tbotli kir bo'lib ketsa yoqmaydi menga. Ozgina ozodaligi. Ozgina emas, ancha-muncha ozodaligiga qarab yuraman. O'tbotda ovqatlar to'kilib yotgan bo'lsa yoqmaydi. Suvi tinib endi mana bu yonlari yashil bo'lib ketganiga uncha ko'rinmayapti, lekin mana cho'qib tashlashyapti. Mazza qilishadi artemiyani bor. Muzlatilgan artemiya bu yirigi. Mana shunaqa balonlarga beraman. Buni mana bularga ham bersa bo'ladi. So'z chochilib ketadi mana.
juda ham mazza qilib yeyishadi mana. Ko'p berib olish kerak emas. Malyoklar me'yorini bilmaydi, bo'kib qoladi. Hamma bularga tashlab yuboramiz. Bu yerda balo juda ham ko'p, o'zi tashishadi xullas. Hop, mana karantindagi balolar hammasini qorni kirib ketgan. Metrodinazol bilan davolanyapti hozir bular. Mana evrika bor. Bittasi sog'lom, ya'ni tushib qolibdi, adashib olib qo'yganman. Mavlana bor. 3 ta Mavlana menimcha. Xullas, bitta leopard, samka. Bu qorin kirib ketishi o'sha oshqozonida muammo, o'sha parazit bor qanaqadir yoki gijjasi bor. Bu immunitet past balolarga yuqadi, общий akvariumda yuqmaydi unchunchaga. Faqat mabodo o'sha immunitet past bo'lsa, baloni o'shanga yuqishi mumkin. Atak unaqa strashniy narsa emas. Mana bu minglab balo bo'lsa, minglab balonicha bir mana nechta balo bo'ldi? 10 ta, 12 tami? Bularga yana farsh beramiz. Yeyishsin. Bular kasal baloni og'ziga ovqatni olib, o'sha tuflaveradi. Yemaydi ham. Hattoki hozir ko'rib turibmiz, vrodi bular xudo xolasi yeyishyapti. O'sha davolanyapti degani mana evrikalar ham terib yeyapti. Bir xil parazitlar bor, yeydi, lekin semirmaydi balo. Shu ichida hazm qilaveradimi, shu xil ovqatini. Hamma narsani internetga kirib bemalol o'qisanglar bo'ladi. Ma'lumotlar juda ham ko'p. Erinmanglar. Bu kimdan so'rab surishtirib aniq bir nimani bilishdan oldin shunda Google ga kiringlar, muammolarni yozinglar. Shunda erinmasdan o'qib chiqsanglar hal bo'ladi hamma problemanglar. Nima bo'lyapti, nimadan bo'lyapti deb qiynalib yurmaysizlar. Mana L397 larimiz. Hop, mana matilimiz deyarli erib qo'ya mana. Kim beramiz bularga uzr. O'zi mana shu matildan ko'pincha kasal keladi. Buni обработка qilishadi, lekin hamma ham yaxshi обработка qilmagani hisobiga balchulardan terilgani hisobiga balchularda bilasizlar, отход suvlar oqadi har xil. O'shanga o'tda parazitlar ko'p bo'ladi. Buni o'zi olib dorili suvlarda chayib, keyin muzlatib sotishadi aslida. O'sha har doim ham yaxshi chayilmay qoladi, xullas. Mashaq qilib keyin balolarga kasalliklar kelib qoladi. O'shaning uchun ko'pincha kasalliklar mashalardan keladi. Lekin kerakli narsa balolarga, endi hamma balolarga ham shart emas. Suxoy ko'rimda aniq yashayveradi-yu, lekin parazit kelsa, xullas yaxshi artemiyadan ham kelib qolishi mumkin. Xullas shunaqa. Kalus Black zerlarimiz mana ovqatlanishadi. Hop. Bu yoqda mana ayqulurlar. Bir mahal bergandan keyin shu ko'proq beraman, filtrni o'chirib qo'yib bemalol yeb olishadi. Ma'lumlar. Shu bilan ertasigacha yetadi. Yakshanba kuni, dam kuni, yakshanba kuni ovqat berilmaydi. Ma'lumlar dam olishadi. Hop, hammasiga berdik bu yo'lda. Hop, endi bularga berish boshlaymiz. Hop, mana filtrlarni o'chirib oldim. Krishkalarni ochib qo'ydim. Birinchi navbatda mana bularni farshlar bilan boqib olamiz. Rang berilgan farshlar bilan maluklarning rangini chiqarish kerak, sababi bularni bozorga tayyorlash kerak.
to'g'rirog'i men bozorga olib chiqmayman. Umuman bozorga chiqmayman. Bozorga olib ketishadi mendan. Yo'g'on ekan o'zligi. O'zligini, tirikchiligini quvishadi. Xullas shunaqa. Uyda sotsa, mayda-chuyda bo'lib ketadi. To'g'risini aytsam, nima bo'ladi? Mayda-chuyda bo'lgani ham meni ovora qilib qo'yadi-da. Kelgan odam 10 ta, 20 ta olib ketsa ekan, bundoq nima bo'ladi? Sachovni akvariumga tiqishga arziydigan ishi bo'lsa ekan deganida. Yana chay boramiz. O'shanga tinchgina bozorga berganim yaxshi, ortiqcha hozir e'lonni ham bermayapman. Endi berib qolsam kerak, men yiringlarni. Asosan mana bunaqa ko'p balolarni, bunaqa yirik balolarni e'londa beraman. O'shanga oyli sotmayapman hozir. Chunki buni o'ziga yarasha odamlarga sotaversa bo'ladi. Mana samkasi mana nari deb, narini ajratib olsa bo'ladi. 100% samkani ajratish qiyin. Toza qon samkani o'shanga yolg'on aralashib qolmasin deb men samka qilib o'tirmayapman. Agar o'zimni oilamdan sotadigan bo'lib qolsam, sotishim mumkin. Qimmatroq aytaman. Agar to'g'ri kelsa olishadi. To'g'ri kelmasa endi men ham oilani o'zdan-o'z chiqarmayapman. U bir paytlar yaxshigina pul tikib, привозной balolardan oila qilib chiqarganman. O'shaning uchun men ularni arzon sota olmayman. Hop, boshlaymiz. Do'qsa. Balolarning ishtahasi yaxshiligi, balolar sog'lomligidan dalolat degani bu birinchi anaqasi. Shu yoyvor berilsa, katta yirik balo og'ziga tiqib yormaydi-da hamma ovqatda. Mayda balolar ham cho'qilab yeyishga ulguradi. Yaxlit tashlab yuborilsa, katta balolar yaxlit tishlab yulib oladi-da, ovqat tez tugab qoladi. O'shanga unaqa yoyvor beraman har doim. Iloji boricha. O'shanda endi mana bunaqa o'rtacha katta balolar aralash bo'lsa, mayda balolar bo'lsa ekan, uni tashlab yuborsa ham bo'ladi. Uni balolar o'zi ajratib oladi mana bunaqa misolda. Bular yoyish shart emas, chunki bular joy yirik emas. O'zi bir-birinikini ajratib oladi. Mana bunaqa tegisi ariq bo'lib chiqayotganlari ham bor mana. Bo'lsa 5 santimetrlik balo, lekin ranglari mana chiroyli. Orxideyalar mana bosh qizarib kelyapti. Chiroyli, yaxshi. Tashqaroqda. Shunaqa xullas mana shu ovqatlantirib chiqaman. 2 pochka hozir mana shu matil ketadi. Har kuni har xil ovqat, bir kuni suxoy ko'rim, bir kuni matil misol uchun, bir kuni yana suxoy ko'rim, boshqachasi. Suxoy ko'rim ham menda 4-5 xili bor. Hop, bir kuni artemiya muzlatilgan, bir kuni suxoy ko'rim, mana shunaqa galma-galda muzlatilgan ovqat bilan, go'shtli ovqat bilan, suxoy ko'rimmi, quritilgan ovqatni, yemmi berishga harakat qilaman. Balolarga har xil ovqat berilsa, balolar sog'lom bo'ladi, har xil kerakli vitaminlarni olib katta bo'ladi. Shu endi ortiqcha hozir men ovqatlantirishlarni jana ko'rsatib o'tirmayman. O'sha narsa olaman, beraman, balolar yeyaveradi. Shu xudo xolasa ko'rganingiz uchun rahmat. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.